Hokim va yoshlar uchrashuvlarida ko'plab yigit-qizlarning muammolari o'z yechimini topib, ijobiy hal etilmoqda. Andijon davlat universitetida o'tkazilgan uchrashuvda Andijon shahar hokimi G'ofurjon Abdurahmonov tashkilot va muassasa rahbarlari, yoshlar yetakchilari, o'quvchi va talaba yigit-qizlar ishtirok etdilar. Tadbir avvalda shahar hokimi so'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida alohida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng yigit-qizlarning murojaatlari tinglandi. Sanjarbek Otaboyev safarbarlik chaqiruv rezervi uchun to'lovlarni qoplab berilishi masalasida moddiy yordam so'ragan edi. Uning murojaati qabul qilinib, bir hafta ichida zarur mablag' to'lab berilishi ta'kidlandi. Kamoliddin Sobirov esa o'zi ta'lim olayotgan 52-umumta'lim maktabini sport zalida sport anjomlari yetishmasligi bo'yicha Andijon shahar hokimiga murojaat qildi. Bu masalaning yechimi yil yakuniga qadar hal etilishi ta'kidlab o'tildi. Mustaqillikning 21 yilligi mahallasida istiqomat qiluvchi Xonzoda Adhamjonova yoshlar yetakchisi yordami bilan IT sohani mukammal egallab, hozirda shu yo'nalishda daromad topayotganini aytib, ularga o'z minnatdorchiligini izhor qildi. Shu kabi 15 ga yaqin murojaatlar yo'llandi. Ularning ko'p qismi shu yil yakuniga qadar hal etilishiga shahar mas'ullari tomonidan va'dalar berildi. Yoshlar muammolarini tinglash va ularga yechim topish maqsadida tashkil etilgan tadbirda 2023-yil davomida faol ishlagan yoshlar yetakchilariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi.